أنا صامد رغم الجراح رغم الأعادي والسلاح، وأظل أرفع رايتي وأنادي حي على الكفاح. أنا صامد رغم الجراح رغم الأعادي والسلاح، وأظل أرفع رايتي وأنادي حي على الكفاح. أنا صامد أنا صامد أنا صامد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاعلموا أن الله أمركم وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hurmatli azizlar, sizlarni o'zim Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilib, Alloh taologa iymon keltirib, Allohga haqqorost musulmon bo'lishga chaqiraman. Domlamiz iymon to'g'risida iymonga chaqirib, iymon albatta o'ziga ergashtirib keladigan islom taqozosini bayon qilib bergan bor. Ya'ni iymonim bor degan odam islom ahkomlariga bo'ysunadi. Iymonim bor degan odam agarda islom qonunlariga, buyruqlariga bo'ysunmasa, demak iymonim bor degan da'vo yolg'ondan boshqa narsa bo'lmaydi. Shunday ekan, kelinglar ba'zi bir iymonga taalluqli bo'lgan ba'zi bir savolni sizlarga berib, avvalan o'zimni nafsimga berib, shuni javobi bilan chiqib ketaylik jumada. Iymonimiz bormi? Iymon o'ziga taqozo qilib chaqirib keladigan amallar bormi yo'q? Iymon insonning ichki bir quvvat hisoblanadi. Bu qo'lga taalluqli emas bu narsa.
insonda ba'zi bir narsalarni ijro qilishlik uchun qo'li asosiy rolni o'ynaydi. Iymon butun insonning a'zosiga, hattoki tilidan chiqayotgan va qalbidagi har bir, hattoki niyatlariga ham taalluqli bo'lgan narsani buyruq qiladigan narsa iymon hisoblanadi. Iymon Alloh taoloning buyruqlarini ado etasan deb ichki quvvat tashqi insonning a'zosiga buyruq beradi. Ibodat qilasan deydi. Hamma qaytarib tursa ham insonning a'zosi qiladi. Iymon Allohning qaytargan narsalaridan, Alloh harom qilgan narsalardan qilmaysan deydi. Hattoki eng yaxshi ko'rgan mahbubi bo'lgan otasi buyurib tursa ham harom ishni qilmaydi. Onasi buyurib tursa ham harom ishni qilmaydi. Iymon amalga taalluqli bo'lgan narsa shu. Ba'zi bir misollarni keltirib o'tib ketdim. Bugungi kundagi dunyodagi bo'layotgan musulmonlarga taalluqli bo'lgan bugungi ahvolimiz birodarlar. Biz g'abiy ahmoq bo'lmaylik. Balki dono, aqlli musulmon bo'laylik. Bugun yer yuzida Robbim Alloh deganligi uchun kaltaylayotgan, mahbus bo'layotgan, muhojir bo'layotgan faqat xatosi bitta shu. Robbim Alloh degan, undan boshqa xatosi yo'q. Robbim Alloh, dinim islom, shu islom bilan yashaydiganligi uchun undan boshqa xatosi yo'q birodarlar. Faqat shuning uchun kaltaylaydi. Kufr unga har xil nomlarni qo'yib, xohlagan ismni qo'yib jazolaydi. Haddidan oshdi birodarlar. Bugun ko'ring. Suriyani ko'ring. Misrni ko'ring, Liviyani ko'ring. Iymondan kelib misolga keltiryapman birodarlar. Kufr shayton siyosatga aralashma degan narsani aytib kelishligi mumkin. Lekin men iymondan kelib aytyapman. Domlamiz musulmon bir binoni misoliga o'xshaydi dedi. Yer yuzini sharqidagi musulmonga, g'arbidagi musulmon g'arqimini demak iymoni ko'rinadi. Keling bugun shu misolni iymonga taalluqli bo'lgan ba'zi bir misollarni o'rganib chiqib ketaylik jumada. Odat emas bu, balki biz ibodat qilgani keldik. Robbim Alloh sen zulm qilyapsan, kerak emas deganligi uchun 10 oydan beri Suriyadagi musulmonlar o'lyapti, vafot qilyapti. Ha, bizning muqaddasimiz. Biz buning uchun jon berishlikka, qon berishlikka, mol berishlikka tayyor bo'lgan Allohning kalomi Qur'on birodarlar. Iymon keltirmadingmi? Kufr o'zining yuziga oppoq men sizlarga adolatni olib kelaman degan kufr Amerika kelib Afg'onistonda Qur'onni yoqdi. Qur'onni masxara qildi. Endi kelinglar. Shu joyda biz 3 toifaga bo'linamiz. Yo beparvomiz, yoki umuman yoqibsiz desa ham umuman e'tiborsizmiz, yoki bo'lmasa shunga qalbimiz olib yig'layapmiz. O'zimizga savol beraylik. Qaysi bir toifadamiz? E'tiborsizmizmi? Yoki yoqsa yoqaversinmi? Yoki buning uchun yig'lab dod beryapsizmi? Qaysi toifadamiz? Kelinglar iymonimizni oldamaylik. Nafsimizni oldamaylik birodarlar. Domla bekardan ko'targan yo'q bu mavzuda iymonga qaytaylik deb. Iymon bu millatlardan millatlarga qolgan, otalardan ajdodlardan farzandlarga qolgan meros emas bu narsa. Iymon inson o'zi kasb qilib, o'zi harakat qilib Allohning hidoyati bilan topadigan. Alloh taolo vallazina jahadu fina la yahdiyannahum subulana dedi. Bizga qarab yurganlarni to'g'ri yo'lga hidoyatlab qo'yamiz. Ya'ni iymon beramiz dedi. Biz dunyoni quli bo'lib qoldik. Yolg'on emas birodarlar. Qayta qurish, iqtisod mana shu narsani quli bo'lib qoldik. G'amimiz uy qurishlik, g'amimiz dunyo topishlik. G'amimiz faqatgina bola chaqa, o'g'lim uylashib, qizim chiqarishib, sepini sarfosini qilishim. Undan boshqa g'am yo'qmay qoldik. Biz dunyoni quli bo'ldik. Allohning quli bo'lsak, Allohning dinidagi do'stimizga, Allohning dinidagi birodarlar dunyodagi qaysi toifani qarang. Qaysi musulmonlar, qaysi yurtni qarang. Faqat bitta narsa uchun azoblanyapti. Robbim Alloh deganligi uchun. Iymonimizni isloh qilaylik birodarlar. Amalga ham, musulmonlarga ham va man yu'azzim sha'airalloh. Bizning shiorlarimiz, qiblamiz,
avvalgi qiblamiz, avvalgi payg'ambarlar iymon keltirgan payg'ambarlarimizning avvalgi qiblasi bo'lgan Masjidul Aqso. Bu bizning shiorlarimizdan, islom an'analarimizdan. Buning agarda ulug'lasak, taqvo qalb sohibi bo'lamiz, birodarlar. Qur'on bizning shiorimiz, ulug'lasak taqvo qalbi bo'lamiz. Musulmonlar ajralmas jasadimiz, unga g'am qilsak, albatta musulmon bo'lamiz. هذا ما أقول لكم فاستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين وعامتهم أن يوصلون بالإجابة. اللهم اعز الإسلام ودمر أعداءك. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. واعلموا أن الله أمركم بأمر مهم وبدأ بنفسه وقال جل شأنه وعلا وقال تعالى: استعيذ بالله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله بها 10. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون. قل لباغ نال منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه فارقوه يا عداه كلنا اليوم فداه واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صدى فارقوه يا عداه كلنا اليوم فداه واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه كل باغ نال منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه